Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlar aka-ukalar. Bugun 4-avgust 2026-yil Samarqand viloyati Paxtachi tumani Kalilin Chuqurmol bozoriga kelganmiz. Har doimgidek sizlar darvozadan tagidan bo'lgan baraka bo'lgan mollar narx-navolarni yoritib ko'rsatib beramiz. Bugun hafta kuni seshanba. Bozor umumiy holati yaxshi mol, qanaqadir sifat mol kam. Kecha Kattaqo'rg'on bozoriga nisbatan sal savdo yo'qroq, hisobiy sal yengilroq tuyuldi menga. Nimaga sotmay chiqdingiz? 20 dan? 20 million so'mdan mana shu mollar qaytib ketyapti. Ikkita bir joyga olishadi. 20 millionga. Menimcha yomonmas. Ko'chat molchalar. Aka bu sotildimi? Qaytardik 20 dan. Bu ham qaytdi 20 dan. Necha bo'ldi bu? 25 million bo'ldi. Suti nechta? 5 litr suti bor. Ash bilan yaxshi qotir. 5 litr suti bilan 25 million baliq ho'kizchami? Ha, 2 yillik qochgan. 2 oylik qochgan ekan. Mana. Xullas Instagramga videolar olganmiz. Endi qancha mol chiqadi, oxiriga bozor oxirlashib qoldi. Ko'p mollar qaytib chiqyapti. Yo savdo yo'qligida, men bozor oxirida hamma soat 8 ertalab bari. Sal o'tmagan bo'lsa. Aka, ona balam bu? Ha. Necha bo'ldi? 28 dan. 28 dan qaytdi? Qaytdi. Balas katta eganda, sigir keksa ekan. 200 ming bo'ldi. 200 ming. Nech pul? 1 million 200 ming bo'ldi, 200 ming ekan. 12 million, nech pul? 200 kam 12 million so'm bo'libdi mana shu nojincha. Aka-ukalar kelinglar bugun bozor ichiga kirib, bozor ichidan sizlar bo'lib turgan holat gashti bozorga. Ha, gashti bozorga narx-navo tushdimi yo hali ham egalab bermayaptimi, bilamiz, ko'ramiz. Bu necha bo'libdi aka? Bilmayman. Semiz. 2 tuqqan sigircha ekan. Ko'rib turibsizlar mana bu tarafdan boshlab g'olojinchalar, ho'kizchalar, boqma, semiz. Gashti bozor mana ichlariga ikkinchi mol chiqqanlar. Savdosiga ketib turibdi. Semiz o'g'iz. Aka, nech puldan so'radingiz? Oyog'ida Nech pul? 39 million. Nech pul beryapsiz? 39 million 800. 39 million 800 ming so'm mana shu mol so'ralyapti. 42 million so'm berdigan ega. Qo'raverasiz arqonlar. Aka, necha bo'ldi? Aka qaytdi bu. Yo'q. Bo'lib turgan savdolarni ko'rsaman. Mana bozor umumiy holat, ho'kiz bozordan boshladi. G'olojin ketaveradi, boqma. Qaysi savdosi bo'lyapti ekan? Qaysin savdosi bo'lyapti? Assalomu alaykum. Aka, assalomu. Mana 25 million. Baraka. So'rayapsizmi? Baraka bo'ldi. 25 million ana shu mol baraka bo'libdi mana. Mana. 25 million oldingizmi aka siz? Siz oldingizmi? Ortiq. Ha. Nech pul deyapsiz? Bozor 27 dan. Bozor so'ragan aytavering. Haqiqatni qaraylik. 24,5 bo'ldi. 24,5 so'rayapti, ha? Boqmacha mana. O'rta jasadli boqmachalar уже 24,5 million so'm. Pul sanalyapti, qaysi mol baraka bo'libdi bilamiz mana. Mana bozor holati umumiy yoritish harakat qilyapmiz. Aka, qaysi baraka bo'ldi? Mana bu cho'lasi. Qaysi? 1 2 3 Mana shu ishda nechta baraka bo'ldi? 17 dan. 51 million so'm bo'libdi mana shu. Qaranglar. Mana. Mana. Pul sanalyapti mana. Uchinchisi mana, uchinchisi Xezonchaga maydaroq ekan. Mana bu ham boqishga zo'r gazli ho'kiz ekan. O'z temir yaxshi mol bo'ladi shu ham. Sotildimi? Men sotdim shu molni. Nech pulga sotdingiz?
Zo'r bola ekan, sifat zo'r ekan. 300 kam 27 million so'm shunga. 300 ham 27 million so'm sotildi. Mana do'stimiz. 300 ham 27 millionga sotilgan. Sotildimi bu ham? Yo'q, sotilgan. 25 deyapti. Bozor nima so'ra? Bozor 25 bozor so'ra 28 deyapti. Arqonlar bilan ko'ringlar. Sonchalar yaxshi ekan. Yuqa teri. Oladagini hech bilyapsiz. Bozor nima so'ragan? 22. Bozor 22,5 so'rabdi shu. Sifati aparoyga. Ketdi yana. Barakasi bo'lgan mollarni ko'rsataylik ham. Semiz kam mayda o'kischalarni ko'rsatdik. Yana bitta yarimta ko'rsatamiz. Ro'j borcha barakasi bo'lgan mollarni ko'rsatish yaxshiroq menga to'g'risi. Kim nima deb baho qo'yadi ega so'ramagan pulni so'radi deb aytadi, shuning uchun yoqmayapti narsa menga. O'zim obunachilarimga noto'g'ri ma'lumot yetkazishdi. Aka oldingizmi? 18. O'tqardingizki 18 dan. Egasini ham olavering aka. Egasi kamarchiroqda. Kamchatga ko'ramiz bu videomizda. Men yaqinga keldim 3 kun. Aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rmisiz? Uzoqdan aka ukalarimiz. Qayerdan keldingiz? Kamchatkadan. Nima degani u? Kamchatka. Qaysi viloyat? Petropavlovsk Kamchatka desa, Ha. biz tomon o'z ballar ko'ryapti video. Kamarchi akam. Ha, Kamarchi Xurshidga. Nech pul bo'ldi borini ayting. O'tqargansiz bir 200 ming bo'lsa. 18 tana bo'libdi. Pul olaganingizmi? O'zim suv beraganingiz joylaringiz bor ekan-a. Siz ukangiz bormi? Yo'q, akam bor. Ama akangiz bilan qalinman, siz aytganingizga naqamayapman. To'g'ri emasmi? Zo'rmi? Bosing aka. Oldingizmi? Ha. Qani? Ya, una bala oldim men. Ha, bozor holati qanday umumiy? Bozor holati bugun chimol ko'p tushgan, narxi ham turibdi savdosi. Odam yo'q lekin. Odam yo'q, ha. Ana shunday bo'lyapti. Aka bu nech pulga bordi oxiri? Buni 18 so'rayapti. Bermaysizmi? Yo'q. 18 ga bering. O'rta, mana bu. Ziyodini mol ziyodini. Nech pulga yetdi bu? Bana 11,5 so'rayapti. Qani torting qani? 11,5? Bermaysizmi? Nima? Oshmayapti-da bizni. 11,5 ga olingan, bir nima chiqsa beraman. Sigirchi. 11,5. Spor, va, Amro. Yomon emas. Yomon emas. Yeb-ichishda muammosi yo'qmi? Ishda muammosi yo'q. Tishi qanday? Tishi soqol olsa bo'ladi. Qaraylar, semiz mollarni ko'rsatamiz. Aka bularni hech bir qilib bozor birdan qilgan ayting. 23 qildi, buni 24,5 qilyapti. Semiz aka mana qaraylar. Bo'lib turgan narxlar 23 million so'm bozor so'ragan. Pachka qiluvchi. Sonlari ham to'la, kifti ham to'la, badani ham qattiq. Buni 24,5 dedingiz-a? 24,5. Savdosi bo'lib turgan, baraka bo'lgan mollarni olib boraylik ha. Qaysi savdosi ketyapti aka? Qaysi savdosi? Aka, men qo'yganimmi? Bilmasam. G'olonjillarni ko'rsatish davom etamiz mana. Rax-rax yashil bozor bo'lishiga qaramasdan o'rtabadan g'olonjillar mana turibdi. Savdo ham uncha yo'qroq. Aka, qaysi savdosi? Haqqamas. Qara, avval hisoblar men o'tdiysa chaqirib. Mana savdoni to'g'ri. Mana savdoni to'g'ri, to'xtandek. Aka, shularning savdosi qilyaptimi? Ha, shular. Aka, shularning savdosimi? Nech pul? 18,5 Siz so'rayapsizmi? 19,200. Shuni bering. Ber, Bobir. Sizlarni ham olaveraymi? Olavering. Yetishsak chiqing.
Keng to'g'a. Muncha inchilas, keng. Ya, olaba. Yedaqa do'xtir. Qaranglar, 19 million 200 ming so'm mana shu xonojin savdosi bo'lib turibdi mana. Qo'shing so'ra. Aka bir assalomu alaykum. Berasizmi? Sehrli so'zlardan foydalaning ha? Unaqa qobiliyat yo'q lekin. Necha pul so'radi Astoydil? 18,5 dan 100 ming so'm pul so'radi. Ha, qaranglar. Uzilmagan noto'g'ri ma'lumot birinchi yetkazdilar. 18 million 400 ming so'm savdosi bo'lyapti mana shu xonojin. 18 400 so'ralib turibdi. Bu necha pul so'radi? 9,5 So'raganini ayting. 9,5 million so'rayapti. Bermamiz. Endilar berasiz-da? 20 million bo'lsa beraman. Endi ham bermaysiz 19 ham. Yuragingizga tushmagan. O'zingiz siz mahkam sotib ekansiz-da. Ha, rozi bo'lsin. 26 dan 130 million so'm deyaptilar. Aka bozor so'radimi? Ye, 63 dan bermayman deyaptilar akam. Oxiri gashti bozorga mollar och qolgan, charchagan xorg'a kilosi qochadi. 63 mingdan bera olmayman deyaptilar. Sifat xonojinligi lekin gazli, foizli molligi. Olib qo'yamiz olib. Arzon chakam, assalomu alaykum. Zo'r, o'zi qanday? Aka-ukalar Hasan akam bilan gap berib qoldim. Aka, bu nima so'radingiz? Beravering. 12 dan chilayapsizmi? Necha pulga berdingiz? Necha pulga berdingiz? 2 mingdan. Sariqchasi boya akamga beribsiz. 8 million 850 ga berdim. 18 yarmidiki? Yo'q, 8 million 850. Ha, tabishigimlik ekan. 62 mingdan taroziga so'ralyapti. Yo'q. Aka qaysi sotildi? Ha, o'sha olaman. Necha pulga? Ha, boyagi olgan video 18,5 maraka bo'libdi. O'qishga yaxshi ekan, jasadlik korpusli mol ekan. Necha pul so'radingiz? Ya, savdo bo'lingan, savdo bo'lingan. O'zimiz. Hangami? Bosinglar. Aka, buni so'rayapsizmi? So'rayapsizmi? Ha. Necha pul? 16 million. Yo'q deyaptilar. Necha pulga qay ekan? 17 ga. 17 bering deydi. Javarda, 17 lik. Aka, bu necha pul bu? Sifat qilma. 20 million deyapti. Tushman berasizda? Ha, tushib beraman. 5 millionga tusha olmaysiz. Yo'q. 5 million katta ziyon bo'ldi. 4 million 800 tusha olasiz. Yo'lda 3 million tushib beraman, olinglar. Ana. Ana 17 ta beraman deyapti. Sigir qilishga ham, go'sht o'nalishiga ham ozroq yana tushib bersalar, aka bunday obunachilar uchun astoydil. 16 o'tib berilgan joyi bormi? Yo'q. 16 ga qo'shsa, usti, ha, 16 dan usti. Ko'ryapsizlar mana, iloji boricha narx-navolar to'g'ri tiniq yetkazishga harakat qilyapmiz. Aka-ukalar bilan do'stona gaplashib, narxni bilish uchun. Unisi qanday puli? bunisi ham shu bir xil narx ikkalasi. Sal go'shtliroq ekan. Ha, go'shtliroq qaranglar. Go'sht yo'nalishi bo'lsa buni bosgan ma'qul. Sigir qilishi bo'lsa uni bosgan ma'qul. 16 million so'm atrofiga bitta ekan mollar. Jazma savdo qilsanglar, so'rasanglar 16 dan 32 ga berib qo'yadilar. Endi kim qanday fikrga bilmayman. Aka, qaysi savdosi? Nech pul? 23 deyapsiz aka. Bozorcha nima dedi? 20 deyapti. 20 million savdosi bo'lib turibdi. Bir tuqqan yo ikki tuqqan? Bir tuqqan aka, qornida bachasi bor, 5,5 oylik. Yo'q-e? Qani? Aniqmi 5,5 oyligi? Doktorga tekshirtirib oldim. 20 million so'm 5 oylik bo'g'oz. Taqdim ola. Hali shu davomda. Paxtachi tumanmi? 20 million so'mga 5 oylik bo'g'oz. Nima deysizlar? Savdosi bitta-bitta etib qoldimi? Ha? Bitta edib qoldi aka. Bitta. 20 dan oshsa bitadi. O'g'ron mosti bitta.
5 oylik bo'g'iz 20 dan oshsa bitar ko'rdingmi? 5 oylikka garantiyami qay? Doktorga tekshirtirmadi bo'lsa, bolaga 5 oylikdan kam bo'lsa bizniki. Ana. Ana imkoniyat, ana shans. Yomon narx emas. Qancha million shuncha million Aka, nech pul bu? Buni nima qilib ishlab o'tiribsiz? Buni nima qilib ishlab o'tiribsiz? Buni sotamiz deb ishlab o'tiramiz. Nima ham qilib bo'g'izdichi? Ha? Sigirdicha ishlab o'tiribsiz. Bo'g'oz. Necha oy? Necha oy? 6 oylik chiqib ketdim. Boqib turgan ekanlar 6 oylik chiqib ketdi. Aka, bozor nima so'radi? Bozor har xil 16 yarim, 17, baland 17 gacha bor. 16 lab bera olasiz, tayinlalar. Gasht bozor bo'ldi. 16 ga berolmaymiz. 16 ga bersang beradi. Xullas 16 yarim atrofiga bitadi. 5 oylik dedingizmi? 6 oy. Hay 5 oylik deyli. 5 oylik bo'g'iz. Bo'ylari 10-15 bor. Menga mana qaracha yo'qdi. Ana shu. Ana shu qaracha yo'qdi menga. Unga bo'lmaydi. 19 million so'rayapti. Mana siznikimi shu? Siznikimi? Ha, sen nech pul so'rayapsiz? 19 million kamar chakalarini so'rayaptilar. O'zim qarz turaman-da. O'zim agar shikoyat etishim ustaman. Iga bukishimi? Ha, iga bor. Sam chorva. Sam chorva. Samarqand chorvasi. 19 so'ralyapti. Qaysini? Ha, 20 millionga oldim. Aka shunday. Qaysi savdosi ketyapti endi? Quruq tomosha qilasiz, like bosmaysiz. Qolgan obunachilarim yo'q. Yo'q, bo'ldi, ishondim aka, ishondim aka. Hazillashdim aka, ishondim, sizga ishonmay bo'laman. Sen bilan Hech pul berasiz. qara. O'tkir o'zniki chiqdimi? Ha. Xo'sh, yozish kerak a. Hisob o'raman ehtimoldan sariqcha zo'r ekan. Puli qanday ekan shuni bilaylik. Shumi sangdi? Ha, mana. Qara. Ana bo'lganmanmi yo'qmi? Podpiska anasi bo'lganmanmi yo'qmi? Endi qaysi videoga kiraydi? Bo'libdi, Luboyga kiring. Ha. Mana. Like'siz. Yo, endi ko'p dahoyasi bosgandami, ota? Aka, Shu kuzatyapti, rahmat. qo'y chiqarishlaringni ham. Rahmat. Ke pulini yil qilib beraman. Mana shuni olishim yo'qdi, yaxshi mol ekan. Akam bilan akam. Nech pul ekan bu? 20. Bozor nima dedi? Sam chorva. Assalomu alaykum. Bozor nima dedi? Siz bitta mol bermadingiz. Bermayman hamda. O'sha payt ko'zingiz oldida 12 so'raganingizda men aka 19 hamga beraverdim. Sancharoqqa beraman. Buni astoydil nech pul so'ragan bozor? To'g'ri ma'lumot yetkazaylik sizga o'xshagan Eng arzoni 12 so'radi. Eng qimmati 18 300 so'radi. Kayf degan faqat. Olarman nech pul so'radi aka? Olarman 18 dan meni orqa turibman. 18 ga bola xaridor sotaman 18 siz ham bu. 18 318 dan turibdi. 18 sotaman siz hozir olib ketgan bu. 18 bilan 300 ga ham turibdi. Orqada tog'im turibdi. Ana. Ikkoyli qochgani ham bor ichida. Bu safar agar uchrashib qolsa bitta mol bermasangiz qarang. Nega qo'yaman? Aytdim o'sha paytda. Akam menga bermay shu pulga bashqaga beruvdilar-da. Obunachi emas, seni kuzataman Rossiyadan deb. Hozir eshitibsan? Nech pul so'ragan? Nomerni ham oldilar, ega olib ketyapman. Ayting nomer. Faqat qarang. Men qo'yib beraman video, muammosi yo'q. Pulini faqat yengilroq ayting, sizdan olgan odam baraka topsin. Ha, 12,5 so'rayapti-da. Bermadingiz. Bermayapman-da. Ayting nomer. 94lik Aha. 470 55 95. Tamom aka. Kim ishqiboz bo'lsa aloqaga chiqadi. Aka bu nima dedingiz? Ya sizni olganim yo'q shu uchun. Bildim sizni olmaslik. Yo'qmi? Asal 16 so'radi. Yo'qmi? Hech pulga qar. 17 aka bo'lardi. 16 deyaptilar. 17 deyapti. Xunojon, ho'kizlarni ko'rsatdi, sigirlarni ko'rsatdi.
Aka shu molni hech bir so'raganini ayting. 14 million 200 ming so'm bermadingiz. Endi berasiz. Ha, endi gashti bo'ldi-ku. Qara, hamma bloger bo'lgani qassobchilik yig'ishtirib menga o'tdingmi deyman. Ha. Shu molni hech bir so'radi. Yo'qmi? Endi berasiz-da. Endi berasiz. Berala endi. Endi beradi. 15 million 500 ming so'm. Tuqqan abi. Bitta tuqqan. Qo'chmagan G'ulojin. G'ulojin aka. Chesta G'ulojin 15 million 500 bo'lsa ber, 15 ga beradilar. Jazma savdo qilsanglar. Aka buni so'ragani hech bir bo'ldi. 19,5 ga bermayapmiz buni. Nimaga? Bo'lmayapti-da, narxiga bo'lsa beramiz. 1 millionga ko'navering. Nimaga? 1 million foyda chiqsa rozi bo'lavering. 1 millionga ko'ramiz, 1 million chiqmayapti-da. Hazillachyapman. Terisi juda yuqa teri ekan, zo'r mol ekan, mana ko'ryapsizlar. Bo'g'ozi ham bormi? Malades. Nima deb chiqaray? Savdo qilyapman deyapman-da, bular kun degan do'stlar. Mana bu yangi 19 deb olcha. Bu boyankimi bu? 5 oylik bo'g'oz. Aka-ukalar, ko'rib turganlaringizdek, bozorda qo'ldan kelgancha bugun ho'kiz G'ulojinni sizlar obzoron qilib berdim. Xudo qo'llab-quvvatlab qo'yish aka-ukalar esdan chiqmasin. Sizlar qancha aktiv bo'lsanglar, biz shuncha ko'p mehnat qilamiz, shuncha ko'p sizlar narxlarni yoritamiz, shuncha ko'p yaxshi ishlaymiz. Hammalar ishlaringizga omad. Charchamang. Assalomu alaykum. Aka charchamaysiz. Arzon shakllarimiz qanday bo'lyapti bozor? Bozor holati shu. Chiqmay qo'ydingizmi mana? Ha, aka ozgina ish ko'payib ketdi. Ham chiqmayapti. Ha, xolos bugundan chiqaveradi video. Ha. Qaytib beraman biz ish yerda. Rahmat, sog' bo'ling aka, charchamang. Hech bir ketdi bu? Yo'q, qaytib